Skori keladi, ko'chani boshdan qaytib ketadi, girmaydi ichana. Bizning dasturimizga asfaltimizning sifati yomon, beton yo'llardan chang ko'p chiqyapti deb murojaat qilishadi. Aynan o'sha murojaatchilarning hayoti o'zlari o'ylaganchalik yomon emasligini isbotlab beradigan manzilga keldik. Xiva tumani Sharq Yulduzi ko'chasidamiz. Bu yerda hamma joy loy. Balalar mektebe barıp bilmedi. 4 ay balalar bakçaga barmadı. Hatta maşinam girelmedi bir yere. Biz yine teşebbüslü budjet layıkasında katlaştık. İzimizde yatıran 8. 9. onda yatıran neler bir denege bizden ötüp gitip kaldı. Skori çakalamıyoruz. Maşinler yürümeydi yağmur basa. Şeyine ballarımız yıkılıp çıkılıp yürüttüm mamayını kolasındı maşında yeğeni yok tez yardım girgeni yok. Hemen küterip çıkarınlar dedi şu ana. Küterip hemen çıkardı. Yolunu bir düzüp verseler yaxşı bola dedi. Anlamını yine yıkıldı. Hazır yıkıldı der yağmurda yine. Hazır ki bulgan vakıya yine. Loyda yıkılıp düştüyüzmü? Ava, Birinci marta bo'lishi mumkinmi? Tez bo'lib turami? ava. Yazı günü çan, kışlı günü lay. Şu biz harekette yaşlılardan şu iltimasımız, şu köçelerimize asfalt yatırıp verseler. Skori keladi, ko'chani boshdan qaytib ketadi, girmaydi ichana. 6 yağış yağsa umumen adam girip bulmaydı. Yaş balla mektebe yersek yıkılıp bulaşıp geledi yuvadı. Şamallap kesel boladı. Ona skor çakış gerek var mı gemiydi? Asfalta başlarını soruyoruz. Hakim yana 3 mərtə vardıq ana uçuraşmaka. 1 apreldə asfalt yatkızıb verəmən dedi, yatkızıb vermədi, gəlmədi yine. Keyinki safar çıxmadı, uçuraşmadı bizə bilən. Qayıtıb gəldik keyinki barğanımızda. Tuman hakimi tomonidan Vazirlar Mahkamasining 665-sonli qaroriga muvofiq 2-3 kilometr joyda shag'irlashtirish ishlari olib borilyapti hozirgi kunda. Bu mana bu asfaltdan oldingi tayyorgarlik jarayonlari. Aholining yana bir e'tiroziga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda aytib o'tishyaptiki, tashabbusli budjet loyihasida biz juda ko'p ovoz to'plaganmiz. Bizdan oldingi o'ringilardan ham ko'proq edi ovozimiz deb ta'kidlashyapti. Bu biron manba tomonidan o'rganilganmi, tekshirilib, xulosalari berilganmi holat bo'yicha? 6 ta loyiha bu mahalladan ko'p ovoz olish yo'li bilan g'olib qo'ygan. Bular 7-bo'lib qolib ketgan. Ko'proq ovoz to'plagan narigi mahallalar. Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan hozir vakolat berilgan. 50 tadan oshiq ovoz to'plagan, lekin ko'p paytdan beri g'olib bo'lolmay turgan mahallalar borda. Eng zarur deb hisoblasa, ularda vakolat bor shu loyihani nima g'olib qilib berishga. Bular kelib ogohiy oilaviy shifokorlik punkti bor. Bu hudud katta, nima uchun hozir bilasiz, tibbiy xizmat birinchi o'rinda turadi. Albatta. Shu inson sog'ligi uchun zarur degan o'zlari xulosaga kelganda shu loyihani g'olib qilib berishgan. Unga hech kim hokimiyat tomonidan yo boshqa nimadan undan aralashishga haqqi yo'q hech kimning. Aholini ta'kidlashi bo'yicha hokim bizga 1-aprel sanasida asfalt bilan ta'minlab beramiz degan va'dani bergandi deyishgandi. Hokimning o'zi ham bunaqa va'da bera olmaydi, asfaltni beraman degan. Lekin yordam beraman deyilgan. Demak, hozir asfaltgacha tayyorlash ishlari bo'ladi. Yaqin kelajakda investor topilsami yoki biron bir yangilik bo'lishi bilan darhol asfaltlash ishlari amalga oshiriladi. Biron bir dasturlarga tushiribmiz. Eng asosiysi bu masala hokimiyatning bevosita doimiy nazoratida. Albatta hokimning o'zining xabari bor. 21-asr 2026-yildagi loy ko'chalari bilan bog'liq masala ijobiy hal etilmas ekan, oradan o'tsa ham yillar, mavzuga qaytar millar.